Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam ilm olishlikka juda katta e'tibor berganlar. Badr jangida bir qancha asrlar tushib qolgan edi. Shunda buni muhokama qildilar, nima qilamiz deb. Bir xilgilar ularni jazolashlik taklifini berdi, bir xilgilar ulardan jarima undirishlik taklifini berdi. Shunda Rasulimiz alayhisalom ajib bir taklif berganlar. O'sha tushgan asrlarning ichida ilmlilari, savodlilari bo'lsa, o'sha ilmini o'rgatsa keyin ozod qilamiz dedi. Savol tug'iladi. U qo'liga tushganlar mushrik edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam payg'ambar edilar. Vahdoniyat dinida turibdi. Ular esa mushrik. Nimani o'rgatadi? Bu yerda ulardan diniy ta'lim emas, balki o'sha hunar, kasb, dunyo narsasini o'rgatishni aytganlar. Demak, dinimizda mana shu dunyoviy ilmlarni, kasb va hunarni o'rganishlikka e'tibor payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan bizga meros. Agar biz bugun uni o'rganmasak, bolalarimizga o'rgatmasak, ertaga biz boshqalarga tobe bo'lib qolamiz. Shunday bo'lsinki, xalqning ichida musulmonlar bir paytlar butun dunyoni ilm va urfon bilan to'ldirgani kabi bugun ham biz to'ldirishimiz kerak. Bolalarimizni ilmga, ma'rifatga o'rgatishimiz kerak.